Birinchi bob Mister Jons qorong'i tushib qolganligi uchun tovuqxonaning eshigini berkitdi. Lekin tovuqlar katagining orqa tomonidagi teshiklarni berkitish uning xayolidan ko'tarildi. Fermaning etak tomonidan qaytayotgan Mister Jonsning qo'lida fonar bor edi. Undan taralayotgan nur ferma hovlisi bo'ylab o'ynardi. Kayfi oshib qolgan Mister Jons ferma maydonini gandirg'ilagan holda kesib o'tdi-da, omborxonaning orqa eshigidan kirib, oyog'idagi etiklarini uloqtirib yubordi. Urushkani qo'liga olib, bochkadagi pivoga botirdi va to'g'ridagi kushetkiga qattiq xo'rak otib uxlayotgan Missis Jonsning yoniga borib yonboshladi. Mister Jons yotadigan uyning derazalaridan nur to'shayotganini ko'rgan hayvonlar yelkalarini silkitib qo'ydilar. Qushlar esa qanotlarini qoqdilar. Kunduz kuni ferma hayvonlari orasida bir xabar tarqalgan edi. Qari mayor to'ng'iz o'tgan kuni ko'rgan ajoyib va g'aroyib tushni hikoya qilib bermoqchi emish, shuning uchun ham hayvonlar qorong'i tushishni orzu qilib ko'tardilar. Mister Jons uxlagani kirib ketganidan so'ng hamma hayvonlar og'ilxonada uchrashishga kelishib olgan edilar. Fermadagi hayvonlar orasida qarib qolgan mayor to'ng'izning hurmati juda baland bo'lib, hayvonlar uning hikoyasini tinglash uchun hatto uyqularidan ham voz kechishga rozi bo'ldilar. Keksa mayor bir vaqtlar tanlovga qatnashib, yuqori o'rinni olgan edi. Muskullari bo'rtib chiqqan, juda kuchli va baquvvat edi. Shuning uchun ham g'oliblikni qo'lga kiritib, mukofotlangandi. Hozir to'singa osilgan chiroq ostidagi qalin poxol to'shalgan supachada yotardi. To'ng'iz 12 yoshga kirgan bo'lib, semizligidan qorni osilib ketgandi, lekin o'ziga juda bino qo'yardi. O'zini dono hisoblardi. Hayvonlarga esa muruvvatli ekanligini ko'rsatib qo'yishni hamisha yoqtirardi. Qari mayorning atrofiga fermadagi hamma hayvonlar yig'ila boshlashdi. Ular og'ilxonaga kirib kelib, bir silkinishar, so'ngra junlarini hurpaytirib, bag'irlarini yerga berib yotib olishardi. Hayvonlar yotadigan katta og'ilxonaga birinchi bo'lib yetib kelgan Bluebill, Jesse, Pincher deb nomlangan itlar mayor yotgan supaning old tomoniga kelib, oyoqlarining ustiga boshlarini qo'ygan holda yotib, munchoqdek ko'zlarini qari mayorga tikdilar. Tovuqlar qo'noqqa chiqdilar. Kaptarlar uchib borib havozaga qo'ndilar. Qo'y va sigirlar to'ng'izning orqasiga o'tib, yon boshlab olib qovush qaytara boshlashdi. Shundan so'ng aravaga qo'shiladigan otlar bokser va kovr kirib kelishdi. Ular poxollar ostidagi mayda hasharotlarni tuyoqlari bilan ezib olmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan qadam bosishardi. Klaver yoshi o'tgan bo'lishiga qaramay, nihoyatda kelishgan edi. Bolalarga mehribon, rahmdil va baxtli ona bo'lganligi shundoqqina sezilib turardi. Uning qomati 4 marta qo'llanganidan keyin ham o'z ko'rkini yo'qotmagandi. Bokser kovordan 18 qo'l katta bo'lib, juda baquvvat, quvvati 2 ot kuchiga teng bo'lib, o'ziga ishongan, hech narsadan qo'rqmaydigan botir ot edi. Burnining ustiga osilib tushgan uzun yollari yuziga anqovlik tusini berib turardi. Aslida u haqiqatan ham tentakroq edi. Shunga qaramasdan, irodasi mustahkam bo'lib, katyatli va bir so'zli, keskir hayvonlardan edi. Fermadagi hayvonlar uni hurmat qilishardi. Hatto ba'zi hayvonlar undan hayiqib ham turardilar. Otlardan keyin Myuril ismli oq echki va Benyamin deb ataluvchi eshak kirib keldi. Benyaminning yoshi anchagina o'tib qolgan bo'lib, hayvonlar fermasida ko'p yillardan beri yashardi. Bugun kayfiyati unchalik yaxshi emas edi. Odatda u nihoyatda kamgap bo'lib, hamisha nimadandir achchig'lanib yurardi. Atrofidagilar bilan beodoblik bilan gaplashar, sharm va hayosiz so'zlarni juda ko'p ishlatardi. O'ta befarosat va dangasa edi. Hatto pashshalarni qo'rish uchun dumini ishlatishga ham erinardi. Dumli hayvonlardan ko'ra dumsiz hayvonlarning afzalligi haqida gapirishni xush ko'rardi. Fermadagi hayvonlar uning qo'lganini biror marta ham ko'rishmagandi. Fermada hayvonlar orasida ko'ngilni yozadigan biror narsaga duch kelmayman derdi. O'zini bokserning mulki deb hisoblardi. Lekin bu haqda aslo gapirmasdi. Ikkalalari haftaning yakshanba kunlari mevazorning orqasidagi ochiq maydonda sayr qilishardi. Ba'zan ular bir-birlariga tegib ketishardi. Lekin shunday paytlarda ham bir-birlariga churq etishmasdi. Ikkala ot, Myuril va Benyamin, joylashib bo'lishganidan keyin og'ilxonaga onalarini yo'qotib qo'ygan bir yala o'rdak bolalari kirib kelishdi.
O'rdak bolalari kuchliroq hayvonlarga yem bo'lmaslik uchun chiychiylashib, o'zlariga boshpana izlardilar. Onalik mehri jo'shib ketgan Clover ko'zlarini jovdiratib turgan o'rdak bolalarini chaqirib, oyoqlari bilan o'rab oldi. Bexavotir joy topganlaridan xursand bo'lgan o'rdak bolalari otning issiq boldirlariga boshlarini qo'yib uyquga ketishdi. Townsning aravasiga qo'shiladigan chiroyli lekin fahm, farosati kamroq Moliy ismli ot og'zidagi oq qandlarini qusurlatib qo'shingan holda erilishlab kirib keldi-yu supaning eng oldingi qatoridan joy topib o'tirdi. Boshqa hayvonlarning diqqatini boshidagi yo'llarga taqib olgan qizil lentaga tortish uchun boshni kibor bilan silkitib, chiroyli mayin ko'killarini yuziga tushirdi. Eng so'nggi daqiqalarda o'ziga siqqana joy izlagan mushuk kirib keldi. Yiqilgan hayvonlarga bir-bir qarab chiqib, bokser va Cloverlar orasiga suqildi. Shirin uyqusini mayorning tovushi buzolmaydigan joy topganligidan mamnun bo'lib, miyovlab qo'ydi.